luk ovqatlarini chempionini aniqlaymiz. Xo'p, lekin nega sovuq o'tkazib qo'ydinglar? Ichkarida joy qolmabdi. Mana bu birinchi ovqatimiz Master Duet. Ko'rinsa qarang kattaligini. Navasi yarimtasiga o'xshaydi ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Nechinchi o'rin berasiz bunga? Men bunga ikkinchi o'rin beraman. Ikkinchisiga qarsildoq qanotchalar. O, nechta? Bismillah. Yoqdimi? So'zsiz birinchi o'rin. Birinchi o'rin. Bundan keyin ham yaxshiroqlari bo'lishi mumkin. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Keyingisi Big Gear. Big Gear. Ana birinchisini oldida bu sal kichkinaga o'xshadi. Buni noni sal quruqroq ekan, 3-o'rin. O'zimga yoqqan ikkita eng zo'rini oxirga olib qo'ydim. Steakli pizza. Sizga yoqqani menga yoqarmikan? Bismillah. Qalay? Bekor oxirga olib qo'yibsiz. Buni 4-o'ringa qo'yamiz-da. 3 bilan to'g'ri joyini almashtirsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bir ikkini boshda tanlaganingizni, mana buni yeganingizda afsuslanasiz. Meni ham xato qilishga haqqim bor. Kichkinagina ekan-ku, mana buni qarang. Mazasi boshqacha buni. Bu endi oxirgi o'rin bo'ladi, to'g'rimi? Afsuski oxirgi o'rin bo'ladi. Bugun bizda chempion qarsildoq qanotchalar. To'yib yeying mana. Boshida tanlagan bo'lsam ham chempionni aniq topdim.